Assalomu alaykum hurmatli Qamashi qishloq ahli. Bugungi video murojaatimiz shundan iborat bo'ladiki, Qamashi qishlog'ining markazida joylashgan, tijorat uchun, biznes uchun juda qulay bo'lgan joyni sotuv haqida e'lon beramiz. Mana ko'rib turgan joylaringiz Qamashi qishloq markazida joylashgan. Ushbu joy sotilyapti. Joy sotilyapti. Bemalol kimda kim biznes rejalarini o'ylab yurgan bo'lsa, tayyor qulay joy. Bu yerda har qanday biznesni amalga oshirsangiz, mana maktabning to'g'risida 53-maktab joylashgan. Maktabning to'g'risida ushbu yer maydonimiz sotuvda. Bemalol kimda kim agar ushbu joy bilan qiziqadigan bo'lsa, pastdagi nomerlarimiz doim aloqada. Bemalol telefon qilib, o'zlaringiz narx-navosini gaplashishlaringiz mumkin. Joy endi metr qilib hisoblab chiqqanim yo'q. Mana shunaqangi bino joylashgan. Asosiysi joyda o'zi markazda qanaqangi biznes qilsangiz ham o'xshab ketadigan joyda joylashgan. Egalarining aytishi bo'yicha ushbu yer maydonlari orqa tarafi ham kishiga tegishli ekan. Qo'shib, agar kimda kim qurilish qilaman desa, ana bu yerlarni ham qo'shib bemalol ishlatishlari mumkin. Buni endi oladigan odam bemalol 2 etajli qilib, podvalli qilib ko'tarsa juda ham ajoyib bo'ladi. Videoni kuzatganlaringiz uchun kattakon rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha narxlari juda chiroyli narxlarda qilib beradi. Kimda kim agar telefon qilsa, narxlari kelishilgan holatda. Shu binomiz sotuvda. Tomondan ham anchagina xo'jalik joylashgan. O'ng tomonda va chap tomonda ham ancha xo'jalik joylashgan. Maktabning to'g'risida ham, sotilayotgan binoning yonboshida ham magazin joylashgan. Shunaqangi sizlar ham shunaqangi bemalol shunaqangi bino inshootlar qurishlaringiz mumkin. Qishloqdoshlar, shunaqa gaplar. Keyingi videolarda ko'rishguncha videoni like bosib, bir-birlaringizga uzatasizlar degan umiddamiz. Xayr, sog' bo'linglar. Aziz tomoshabinlar, yana bir narsani aytib o'tishni esimdan chiqaribman. Sotilayotgan yer maydoni mana shu stolbadan qo'lim bilan ko'rsataman. Stolba joylashgan stolbadan yig'igacha juda katta yer maydoni. Keyin yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Ushbu sotilayotgan yerning hujjatlari 100%. Yer egasining aytishi bo'yicha 200% javob ekan. Bemalol birdaniga olasizlar, kadastrga borib yoki notariusga borib, oldi-sotdi jarayonlarini amalga oshiraverasizlar. Asosiysi telefon qilinglar, pastdagi nomerlarga telefon qilinglar. Pastdagi nomerlarga narxini Qamashi qishlog'ini o'zidan oladigan bo'lsa, tanish bilishga chiroyli narxda qilib beriladi. Telefon qilinglar asosiysi, qolgan ma'lumotlar telefondan aytiladi. Shoshilib qolamiz. Endi masalan pul yig'ib yurgan, biznes qilaman deb yurganlar uchun juda qulay narsa-da bu. Shoshilamiz, telefon qilamiz.